Endiki xabarimiz mundaq. Rossiyaning hayvisi qolmadi. Sal konrab ketdi bu xabar. Shundaq qolsa kechiringlar. Birleşme armiya bilan urush qilishga dasmoyisi bo'lmadi mavzuli xabar 4-oyning 15-kuni Jungo vaqt gazetida e'lon qilindi. Shu kuni Bandiya tor betiga ko'chirib berildi. Amerika, Angliya, Fransiya va 3 davlat Suriyani bombardimon qildi. Bu harakatni Rossiya qattiq aybladi. Hamda Rossiya armiyasi Amerika armiyasining harakatini zich nazorat qilyapti deb ko'rsatdi. Lekin Rossiyaning harakatga keltiradigan askariy kuchi va harbiy qurol yaroqlaridan qaraganda Suriya, Fransiya, Angliya, Amerika armiyasi bilan dalma-dal to'qinish hosil qilg'idak Rossiyaning andaq dasmoyisi yo'q. Rossiya harbiy taraf bunday ko'rsatdi. Rossiya armiyasi navbat o'tir sharqdan sharq qismi dengiz osti va usti havo tavallik her tarafdan Amerika ve NATO'ga a'zo davlatlarning Suriyada elib berib o'tgan zarba berish harakatiga diqqat qilyapti. Filmborg xabarida munda xabar qildi. Rossiya armiyasi quruqliq, havo, dengiz 3 tarafdan harbiy holatga kirdi. Rossiya Suriyaga o'rlashtirgan S-400 belgilik raketa havo qo'g'dinish sistemasi urushga tayyorlik qilish darajasini yuqori ko'tardi. Rossiya dengiz armiyasining o'tir sharqning sharq qismidagi suvosti parxodlari harbiy holatga kirdi. S-430 SM belgilik 2 dona harbiy aeroplan o'tir sharq rayonida havodan charlashni yo'lga qo'ydi va bu rayonda Amerikaning harbiy parxodlarini nazorat qilmoqchi bo'ldi. Lekin Rossiya dengiz armiyasi jo'grafiyalik cheklimga uchraydi. Rossiyaning shimol piloti va Baltiq dengizi piloti Suriyaga yordamga bormoqchi bo'lsa, Angliyaning tizginlashi ostidagi Gibraltar bo'g'ozidan o'tish kerak. Necha ming mil yiroqlikdagi Tinch okean piloti bu taraflarga texmo yetib kelolmaydi. Haqiqatan urush bo'lib qolsa, Rossiyaning 4 cho'ng dengiz pilotining ichida faqat Qora dengiz pilotilar urushga qatnasha oladi. Gerçi Angliya, Fransiya o'zliksiz dengiz armiyasini qisqartayotgan bo'lsa-mu, nihoyatda keng miqyosli Rossiyaga selishtirganda Angliya, Fransiya harbiy kuchni markazlashtirib oladi. İki davlat dengiz armiya kuchini bir qiladigan bo'lsa, Rossiyaning Qora dengiz pilotining kuchidan olqib ketadi. Amerikaning Ispaniya doimiy turishliq o'rinlashtirgan 4 dona qalqon belgilik qo'g'lig'icha parxodi, Trommen belgilik avtomatkisi ve 5 dona qalqon belgilik harbiy parxodi hozir o'ttir sharqda ketyapti. Moşalağa dayanğandı mı Rossiyaning Qora dengiz piloti taqabil turolmaydi. Qaltis gap. Yana xabar yan bunun keyindan Amerika Jungo 2 davlat yer sharida ochiq yo'lga kelib qoldi. Mavzuli xabar 4-oyning 15-kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qildi. Xabar mundaq boshlandi. 2 nafar kishi kechada ochiq yo'lda uchrashib qolib, qarshi tarafning kim ekanligini bilmay, o'tirdi bir maydon kurash bo'libdi. Navbatda xalqaro matbuotlarning nazarida Amerika Jungo 2 davlat yer sharini sahna qilgan holda ochiq yo'l o'yini o'ynayapti. Xi Jinping Amerika Jungo munosabatida nima rol o'ynaydi? Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump huquq vazifaga o'ltirmay turganda kishilar Trump apandi sirliq odam deyishgan. Nurg'unlagan diplomatlar va mutaxassislar mundaq hisoblagan. Amerikaning prezident sifatida bilgili bo'lmaydi. O'zgarib turdi. Prezidentning maydoni yetkilib turdi. Mundaqda Amerikaga ziyon keltirdi deyishida mutaxassislar. Lekin prezident Trump o'zgarib turish, sirliq bo'lish, dushmanni qaymoqtirish strategiyasi tashabbuskorlik huquqini cho'ng
çeң uşlaydıgan yaxşı yoldu deydi. Ma siyasette ügün öğreneceğim vatandaşlarıma. Prezident Trump da ügün öğrenecek. Biz manı bu şimdi ügünenmeyimiz. Prezident Trump mındaq deydi. Özgürüp duruş, sırlık buluş, düşmanını qaymıq durup stratejilik teşebbüskarlık hukukunu çeң uşlaydıgan yaxşı yoldur deydi. Lekin Uygurların içinde bəziler bu yolunu öğrengen. Prezident Trump vaziyeti olturgandan keyin talay qatam meydanını özgertip, qanchalik düşmanını qaymıq durdu. Növbeti bilgili bolmaydı. Lekin New York Vaqt gazetining qarashicha Prezident Trump yaqindan bir-iki so'zlari orqali Beijingni qaymıq turdi. Qaranglar, o'zgarib turish, sirliq bo'lish, dushmanni qaymıq turib, strategik tashabbuskorlik huquqini ching ushlash, sirliq bo'lish buning ichidagi muhim. Prezident Trump vazifaga o'tirgandan keyin talay qatam maydonni o'zgartib, qanchalik dushmanni qaymıq turdi, Beijingni qaymıq turdi. 4-ayning 15-kuni yakshanba kuni New York Vaqt gazeti xabar orq ko'rinishni tahlil qilish xabari e'lon qilib, bu xabarga Jungo yuqori qatlam rahbarlari Prezident Trumpni tushunishda qiynalyapti. Jungo yuqori qatlam rahbarlari Prezident Trumpni tushunishda qiynalyapti deb mavzu qo'ygan xabarda mundaq ko'rsatdi. O'tgan yil 12-da Jungoning sharq qismida haybatlik yasalgan bir yig'in zalida Jungo Kompartiyasining yuqori darajalik bir nafar amaldor shu yig'in qatnashgan Amerika texnik shirkatining asosli rahbarlarining yordamini olmoqchi bo'ldi. Bu yuqori darajalik amaldorlar Jungo Kompartiyasining strategiyasini Wang Honing edi. Bu yuqori darajalik amaldorlar Jungo Kompartiyasining strategiyachisi Wang Honing edi. Onun kasbi hayotining ko'p qismidagidek Jungoning geopolitik siyosatining raqobatchi Amerikani ko'zitish bilan o'tgan. Oxirini anglaysizlar.